bir qaraganda oson ko'rinishi mumkin, lekin umumiy hisobda ushbu loyiha ustida bir hafta davomida ishladik. Buning ichiga videoni ssenariysini tuzib chiqish, undan tashqari lokatsiyalarni oldindan aniqlash, qanaqa vizual ko'rinish orqali videomizni mohiyatini yetkazib berishimizni oldindan aniqlab olib, bir nechta kadrlarni kamchilik bo'lgandan keyin qayta syomka qilishga rozi bo'lib, jamoaviy ishladik. Ushbu video davomida bitta loyiha ustida umumiy hisobda qanaqa qilib ishlanishi, vazifalarni tasklarga bo'lib chiqish, qisqasi bitta loyihada qanaqa ishlash kerakligi, nima vazifalarni taqsimlab olish kerakligi haqida tushunchaga, tasavvurga ega bo'lasiz. Ushbu videoda loyiha davomidagi pre-production ishlari, ssenariy tuzish, lokatsiyalarni oldindan aniqlash, syomka vaqtlarini belgilash, texnikalarni oldindan ro'yxatini tuzib olish, production ishlari, ya'ni syomka vaqtida qilinadigan ishlar. Ushbu bosqich loyiha davomidagi eng qiyin bosqich hisoblanadi. Buning ichiga jamoa bilan qanday ishlash, ya'ni prodyuserlik ishlari, kameralarni, instrumentlarni qanaqa sozlash kerakligi, jamoani o'sha loyihada ishtirok etayotgan ishtirokchilarni ma'lum vazifalarga qo'yishingiz kerak bo'ladi. O'sha ishlar, undan tashqari kompozitsiya, framing tasklari. Undan keyingi bosqich post production ishlari. Ya'ni yaxshi storytelling qilish, color grading, montaj jarayonigacha bo'lgan duch kelgan imkoniyatlarimizni va qiyinchiliklarimizni aytib beraman. Siz ham bitta loyiha ustida ishlayotganingizda maksimal darajada mana shu kamchiliklardan qochishga harakat qilasiz. Dastlab hikingga, travel filmga oid bo'lgan videolarni ko'rib olamiz. YouTubedan bo'lishi mumkin yoki Googledan, farqi yo'q. Ya'ni oldindan qanaqa video qilmoqchi bo'lishimizni stillarini aniqlab olamiz. Misol uchun bo'lishi mumkin, u ovozlashtirilgan video bo'lishi mumkin yoki cinematic video bo'lishi mumkin yoki vlog tarzidagi video. Mana shu stilini aniqlab olsangiz, loyiha davomida turli xil ideyalar kelishi mumkin miyangizga. Mana shu ideyalar hammasi har xil stilda bo'lishi mumkin. Agar o'sha narsani oldindan aniqlab olsangiz, faqatgina filtrlangan holda o'zingiz tasavvur qilgan filmga, ya'ni videoga oid bo'lgan ideyalargina keladi. Bu sizni ishlaringizni tartiblab olishingizga anchagina yordam beradi. Jamoa bilan orqasi ovozlashtirilgan sinematik video qilishni tanlab oldik. Undan keyin orqasidagi ovozlashtirish uchun tekstini tuzib olishimiz kerak edi. Tekstini sun'iy intellekt bilan tuzishga harakat qildik, lekin o'ta ham bo'rttirib O'zi odatda ko'p ko'raman, Instagramlarda yoki YouTube'da ham bo'lishi mumkin. Asosan Instagramda ko'raman. ChatGPT tuzib bergan tekstdan foydalanib video qilishadi. Orqada ovozlashtiriladi yoki umuman videoda gapirib chiqiladi. Tomoshabinga bu narsa bittada seziladi va o'ta ham kundalik hayotimizda foydalanmaydigan so'zlar bilan video olinganda notabiiy chiqib qoladi. Bu tomoshabinga xunuk holat bo'ladi. Shu uchun ham biz ham sun'iy intellektdan faqatgina g'oyasini, skeletini oldik. Undan keyin hamma tekstini aralashtirib, o'zimizni kundalik hayotimizda foydalanadigan so'zlar bilan aralashtirishga harakat qildik, lekin baribir videoni ohangi sokinroq bo'lganligi evaziga hammasini odatiy so'zlar bilan emas, balki badiiyroq bo'lgan so'zlarni ham aralashtirishga harakat qildik. Undan keyingi bosqich lokatsiyalarni oldindan aniqlab olish. Telegramda bitta kanal ochib oldim va o'sha ko'rgan samplarim yoki xayolimga kelgan tasavvurlarni misol uchun chizib olishim mumkin, ya'ni storyboard shaklida yoki bo'lmasa qanaqadir sample, ya'ni odatiy o'sha misol ko'rgan bo'lsam screenshot qilib olaman yoki rasmini olishga harakat qilaman. Ketma-ketlikda qo'yishga harakat qilaman. Bu bizga nimaga yordam beradi? Syomka jarayonida ishlaringiz tartiblangan va rejalashtirilgan tarzda olib borishiga yordam beradi. Borgandan keyin muhitni ko'rib, to'g'risi juda ham ko'p ideyalar keladi va chalkashib ketadi o'sha narsa. Videoingizni oldindan rejalashtirsangiz, vaqt tejashingizga ham yordam beradi. Jamoani o'zingizda unchalik ovora qilib yurmaysiz. Video mavzusi hikingga oid bo'lganligi uchun faqatgina toqqa chiqib, o'sha maydonda video olishimiz mumkin edi. Ya'ni bitta hikingga oid loyihani ochib berishidi mavzusi, lekin turli lokatsiyalarda, turli xil vaqtlarda olishimiz bizga videoni dinamikasini oshirib berishga harakat qiladi. Shu uchun ham muzika ham o'shanga mos tarzda tanlangan, epic tanlangan, ya'ni
ya'ni epic stildagi. Bu ko'taruvchi, ruhlantiruvchi degan ma'noni anglatadi. Tekst ham, muzika ham o'shanga mos bo'lganligi uchun videoyimizda kadrlari ham turli lokatsiyalarda, turli xil bir kayfiyatlarda olindi desak to'g'ri bo'ladi. Bu o'sha dinamikasini, bir kayfiyatini oshirib berishga harakat qiladi. Syomka vaqtlarini oldindan aniqlash. Tabiiy yorug'likni biz boshqara olmaymiz. Ya'ni kunduzgi o'sha quyoshdan tushadigan yorug'lik bizga hard light deb ataladi. Ya'ni qattiq yorug'lik. Bu narsa bizda o'sha kadrimizda oqib ketishiga sabab bo'ladi. O'sha kunduzgi kadrlardan maksimal darajada qochishga harakat qildik. Ya'ni quyosh botishidan oldingi vaqt va quyosh chiqishidan oldingi bo'lgan tong vaqtlarini syomka vaqtlari qilib belgiladik. Ba'zi bir kadrlar tabiiyki kunduzi olinishi kerak edi, ya'ni haykingga oid bo'lganligi uchun kunduzi chiqiladi. Bizga nima yordam beradi? Soya bor joylardan yoki o'sha daraxtlar bor joylardan maksimal darajada foydalana olganimiz bizga yaxshi. Ya'ni overexposed bo'lib ketmaydi shunda. Undan tashqari pre-production ishlariga kiruvchi yana bir muhim narsa shuki, syomka vaqtlarida qanaqa texnikalardan foydalaniladi, arendaga olish kerak bo'lgan biror narsa bormi yoki qaysidir kadrda qanaqadir elementdan, kiyimdan foydalaniladimi? O'sha narsalarni oldindan aniqlab, syomkagacha bo'lgan vaqt davomida taxlab qo'yish kerak. Oldindan kelishish mumkin, aytaylik, biror kishining mashinasimi, qanaqadir texnika yoki anjom bo'lishi mumkin. O'sha narsalarni oldindan ro'yxatini tuzib olishingiz kerak bo'ladi. Qildingizmi, ptichka qo'yib ketaverasiz. Bu ham ishingizni osonlashtirishdagi oldindan qilinadigan harakat hisoblanadi. Misol uchun bizga o'sha toqqa chiqishimiz kerak edi. Mana shu loyihada oxirgi qismida documentary interview degan bir qismi bor edi. Ya'ni mavzuga moslagan tarzda chodir, shunga o'xshagan narsalardan foydalanishimiz kerak edi. O'sha narsalarni oldindan olishga harakat qildik. Chodir bor edi yoki kemping fonasi, lampasini yarim kechasi bo'lishiga qaramasdan sotib olib keldik borib. Undan tashqari bitta kadrimizda olov yoqishimiz kerak edi. Gulxan. O'zi Koreyada odatda mumkin emas gulxan yoqish, lekin biz tong vaqtini, hech kim yo'q vaqtini ko'zlab o'sha vaqtda yoqishga harakat qildik. Qisqasi, hamma kerakli texnikalarni aytganmiz, lekin aynan o'sha videoga olish vaqti, kun yorishib boshlagan vaqtiga kelganda aytgan o'sha zajigalkamiz yonmay qoldi. 4 kishi yarim soat deganda zo'r uddaladi. Uruveni qattiq uni. Qattiq yonish. Tosh bilan uraylik. U qiziq bir voqea bo'ldi o'zi. Ya'ni adrenalin beradigan voqealardan bittasi bo'ldi. Production ishlari. Bu bosqich yuqorida aytib o'tganimdek, agarda kadrlaringizni, nima ish qilishingizni oldindan rejalashtirib olgan bo'lsangiz, osonroq ketishi mumkin. Va shu bilan birgalikda eng ko'p kamchiliklarga yo'l qo'yishimiz mumkin bo'lgan bosqich ham aynan shu. Nimadir kamchilik bo'lsa, qaytib borib olishingizga to'g'ri keladi. Va bizda shunday ham bo'ldi. Chunki birinchi sabab jamoa yetishmovchiligida bo'lsa, ikkinchisi o'sha jamoaga qanaqa vazifalarni tayinlab qo'ymaganimda bo'ldi. Misol uchun hamma ish o'zimga qolib ketdi. Ham kamerani nastroykasiga, yorug'liklarga e'tibor berishim kerak edi va ikkinchidan aktyorning harakatlariga, mimikalariga, qanaqa emotsiya berayotganligiga ham e'tibor qaratishim kerak edi. Shu uchun ham ba'zi kadrlarda shovqin tushgan va ba'zilarida esa aktyorimizni o'sha yuzlaridagi harakat, umuman qo'l harakatlari, yurish harakatlarida kamchilik kuzatilgan. Qaysigadir e'tibor qaratsam, ikkinchisiga e'tibor qarata olmay qolganman. Agarda jamoani to'g'ri tasdiqlaganimda edi, ularga to'g'ri vazifani belgilab qo'yganimda edi, hammasi yaxshi ketardi. Aytaylik, men faqat kameraga qarardim, bir kishi aktyorni o'zi bilan mashg'ul bo'lardi. Uni harakatlari, yuzlaridagi xatoliklarni aytib, qayta kadr olaylik deb tavsiya bergan bo'lardi. Qaysidir yorug'likka, qaysidir o'sha texnikalarni hech bo'lmasa ko'tarib yurishga taqsimlangan bo'lardi. Birinchi kun haqida gapiradigan bo'lsam, o'sha tog' tepasida documentary interview qismini olishimiz kerak edi. Loyihamiz orqasiga qo'yiladigan, so'z bilan ochib beriladigan intervyu qismi edi. O'sha narsani mavzuyimizga moslashga harakat qildik, chunki nomi bilan documentary interview. Tog'ning tepasida quyosh botish vaqtida orqamizda yaxshi chiroyli vizual tanlashga harakat qilgan edik.
Tog' tepasiga chiqdik, chodirlarni yoydik. Chodir katta kelganligi uchun karistlardan olishga harakat qildik chodirni. Hamma narsani, yorug'liklarni, texnikalarni hammasini o'rnatib bo'lgandan keyin ko'rib turgan bo'lsanglar, orqa fonimizda quyosh botish arafasida, shu uchun ham qorayib boshlagan. Uzoqdan keyin mana shu personajimizga qaratib, mana bu tomondan svet qo'yishga harakat qilganmiz, lekin uzoqdan bo'lishiga qaramasdan baribir hard light beryapti. Bu qattiq yorug'lik notabiiy deb ataladi. Shu uchun ham kadrimiz uje xunuk chiqqan. Misol uchun mana bu yerda kamchiliklardan mana bu narsa ortiqcha yoki yaxshi joylashtirilmagan. Quyosh botib turganda, to'g'risi narsalarga, ham kameraga, qisqasi hamma narsaga e'tiborimni qaratishim qiyin edi. Shu uchun ham mana birinchi kadrimiz xunukroq chiqqan. Va yana ikkinchisiga qaraydigan bo'lsak, ikkalasi ikki xil chiqqan, ikkalasi ikki xil kamerada olingan. Birinchisi ZV-E10, ikkinchisi Sony FX30 da. Joylashtirilishida ham xato bor, pastki tomondan joylashtirilgan, tepaga qaratib, misol uchun mana bu yoqda sal yana ochiqlik qolishi kerak edi. Undan tashqari boya aytganimdek mana bu narsada sal kamchilik bor va o'sha eng asosiysi personajimizga tushib turgan yorug'likda. E'tibor bersak mana yuz yaltiragan. Undan tashqari o'sha orqamiz yana ham qorayish jarayonida. Qisqasi ikkalasi ajralib qolgan. Shu uchun ham ushbu qismimiz to'liqligicha fail bo'ldi. Undan keyin olingan kadrlar bor, quyosh deyarli to'liq botib bo'lgan va qizg'ish bir tus olgan vaqtida chiroyli kadr chiqarishga harakat qildik. Bu narsa maqsadsiz borilgan edi, lekin holatdan, vaziyatdan maksimal darajada foydalanib oldik. Texnikalardan asosiy kamera Sony FX30, obyektiv esa Sonydan 24x70 G Master 2. Kameradagi qo'shimcha elementlar Atomos Shinobi 2 monitoridan foydalandik. Undan tashqari uni kameraga ulash uchun Condor Blue HDMI cable, SmallRig Mini 99 V-mount battery. Mana shu narsa juda ham foydali narsa hisoblanadi, ayniqsa o'sha kun davomida syomka qiladigan odamlar uchun. Ya'ni o'sha kuni ham to'liq syomka qildik, bor yo'g'i 30% gina ketdi 100% dan. Kichkina batareyadan deb almashtirib yurishingizga to'g'ri kelmaydi. Juda ham foydali narsa deb bilaman mendagi bor instrumentlar ichida. Bu narsani kameraga ulash uchun qo'shimcha yana bir nechta instrumentlar kerak bo'ladi. Uni video opisaniyasida qoldiraman. Yoritish uchun esa powerbank bilan ishlaydigan, ko'proq vaqt ishlaydigan svet olishga harakat qildik. Zhiyun Molus X100 Pro softbox yo'ligi uchun diffuzor qo'yishga harakat qildik, lekin shamolni hisobga olganda u qaltirab, qisqasi svet o'ynab ketdi. Shu uchun uni olib tashab, uzoqdan joylashtirdik svetni. Bizda tog' tepasi bo'lganligi uchun svet yo'q, bizda tok yo'q, shu uchun Zhiyundan foydalanyapmiz. O'zini power banki bor, undan tashqari ulab qo'ysak ham bo'ladi. Stendlar hammasi bor. Xo'sh, lekin softboximiz yo'q. Shu uchun diffuzordan foydalanamiz. Deyarli hamma kadr 25 fps da, shutter esa 50 da olindi. ISO'ni esa vaziyatga qarab ko'tarib tushirdik. Ikkinchi kun videoga olish jarayoni quyosh chiqishidan oldingi bo'lgan vaqt, ya'ni tong vaqtini tanlaganmiz. Bu vaqtda kerakli bo'lgan kadrlarimizni oldik, lekin ba'zi bir kadrlarda yuqorida aytib o'tganimdek, ba'zi kadrlarda o'sha aktyorimizda sal kamchiliklar bor va ba'zilarida esa noise tushgan, lekin muhim sanaganlarimizni chiroyli qilib ola oldik. Videoda kompozitsiya, framelash va kameraning harakatlari maqsadli ravishda ishlaydi. Ya'ni har birining o'ziga xos psixologik ta'sirlari bor. Kompozitsiya degani bu kadr ichidagi elementlarni, personajni, har bitta detalni ongli ravishda joylashtirilishi. Kadrning chiroyli chiqishi ham aynan shu narsalarga ko'pincha bog'liq bo'ladi. Ushbu videoda mana shu kompozitsiyaga oid bir nechta misollardan foydalanganmiz. Ularni hozir birma-bir ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Negative space dan foydalanganmiz. Negative space degani bo'sh joy qoldirish. Ya'ni bo'sh joy ham tasodifan qoldirmaysiz, balki ataylabdan qoldirasiz. Misol uchun ushbu kadrimizda mana shu bo'sh joy qoldirilgan. Bu silhouette kompozitsiyasi ham deb ataladi. Ya'ni orqa fondan bizni personajlarimizni ajratib turibdi. Agarda to'g'ridan olganimizda mana bu qora fonga qo'shilib ketardi. Bizga bu yoqdagi mana bu ochiq joy personajlarimizni orqa fon bilan mana bu qora joydan ajratib turibdi. Ikkinchi kadrimiz ham aynan shunaqa. Bu yoqda mana bu joy negative space rolini o'ynayapti bizda.
Mana bu chiziq yaxshi foydalanilgan, katta qilib bo'sh joy qoldirilgan. Agarda mana bu chizig'imiz bizda o'rtadan bo'lganda, bu juda ham cringe bo'lib qolardi. Shuning uchun ham pastroqdan joylashtirganmiz. Go'yoki bizda ko'proq joy qoldirganimiz personajimizdagi o'sha sokinlik hissini beradi. Maqsadli ravishda ishlayapti bu narsa ham. Shu o'rinda cross kompozitsiyasi haqida ham gapirib o'tamiz. Cross kompozitsiyasi bu vertikal va gorizontal chiziqlarni kesishiga aytiladi. Misol uchun ushbu kadrda mana bu dengiz chizig'imiz, personaj chizig'imiz bilan cross, ya'ni kesishmoqda. Bu narsa nimaga yordam beradi? Birdaniga ko'rganimizda tomoshabinga mana shu narsaga, kesishgan nuqtaga to'g'ridan to'g'ri diqqatimizni qaratib beradi. Keyingi kadrimizda ham chiroyli chiqqanini bir nechta sabablari bor. Bu yoqda bir nechta turli xil fishkalardan foydalanilgan. Misol uchun mana bu daraxt sal chiqib turibdi. Bu yoqda cross, mana hozir aytib o'tganimizdek cross bo'lgan mana bu chiziq bilan mana bu chiziq. Personaj o'rtada, diqqatimiz to'g'ridan to'g'ri mana shu personajimizga qaratiladi. Undan tashqari orqada fonimiz ajratib turibdi personajimizda mana bu fonimiz. Keyin yorug'lik masalasi, ya'ni tepamiz och rangdan pastga qarab to'qlashib ketgan. Va yana qo'shimcha mana bu chiroqchalar. Shuni evaziga kadrimiz yaxshigina chiroyli chiqqan. Keyingi kadrga kuchliroq e'tibor qaratishingizni xohlab qolardim, chunki bir nechta fishkalardan foydalanilgan bu yoqda ham. Ya'ni unbalance bu yoqda. Misol uchun mana bu katta, bunisi kichkina. Balance emas. Agar mana shu ikkalasi bir xil bo'lganda balance deb atalardi. Undan tashqari o'sha bu yoqda personajimiz harakat evaziga static shot bo'lgan, to'g'ridan to'g'ri harakat qilib turibdi. Va yana mana bu tog'larimiz bizga power of 3 ni beradi. Ya'ni uchlikning kuchi. Orqada ajralib turibdi. Ikkita narsa bu to'g'ridan to'g'ri e'tibordan qochadi va undan tashqari V shape, hozir bir daqiqa o'chirdik. V shape paydo bo'lgan bizda. Ko'ryapsizlar, ha? Shu narsa power of 3 mana bu 3 ta toqqa ham qaratib beradi. Kadrimiz statik, harakat personajimizda va unbalance, ya'ni balans bo'lmagan qoyalardan foydalanilgan. Va yana ba'zi kadrlarimizda bir nechta kompozitsiyalardan yaxshigina foydalandik. Misol uchun balance, oltin spiral, golden triangle, rule of swords, piramida, radial composition. Bu narsalar bizga kadrimizni chiroyli chiqishiga anchagina yordam beradi. Va nihoyat post production ishlari. Odatda bunaqa loyihalar log formatda olingani yaxshi. Bu faqatgina bo'yash uchun emas, chunki Reki 209 da ham bemalol bo'yasangiz bo'ladi. Asosiy maqsadi dinamik diapazondan yuqoriroq qilib foydalanib olish. Aytganimdek, o'sha qorong'uroq kadrlarda dinamik diapazonimiz yuqori bo'lsa, noise kamroq bo'ladi. Shundan maksimal darajada foydalanib olishimiz kerak. Hammasini DaVinci da bo'yab chiqdim. Syomka vaqtlarini to'g'ri vaqtni tanlaganimiz uchun bo'yashda unchalik qiyinchilik tug'dirmadi. Keyingi bosqich montaj jarayoni. Montaj jarayonida o'sha olgan kadrlarimni hammasini raqamlab chiqdim. Bo'yab bo'lgandan keyingi eng muhim kadrlar 1, 2, 3, 4 qilib hammasini bo'yab chiqdim. O'rtacha 72 ta kadr chiqdi. Undan keyin muzikaga moslab qaysi kadr misol uchun musiqaning mana bu joyiga to'g'ri keladi yoki bo'lmasa qaysi joyi orqasidagi gapga mos. Qisqasi mana shu narsalarni raqamlab chiqqanimdan keyin yoniga birinchi kadr mana bu, ikkinchi kadr mana bu qilib hammasini tartiblab oldim. Yoki bo'lmasa misol uchun videoni uzunligi qancha bo'lishi, hamma narsa mana shu jarayonda ketadi. Bu ham vaqtimni anchagina qisqartirdi. Undan keyin musiqa bilan ishlash, sound effektlar bilan ishlash. Qisqasi ushbu loyihaga umumiy hisobda 3 hafta vaqt ketdi. Pre-production ishlaridan tortib post production ishlarigacha. Undan keyin video yakunlangandan keyin katta ekranda Busa tadbirida sarhisobda qo'yib berildi. Yuqorida aytib o'tganimdek, ushbu loyihani yakunlash uchun toqqa 2-3 marta chiqishga to'g'ri keldi yoki moliyaviy xarajatlar, ba'zida o'sha uyqudan voz kechish, kamchiliklar bo'lgan kadrlarni borib qaytadan olish, qisqasi shunga o'xshagan qiyinchiliklarga duch keldik. Muhimi hammasi tajriba bo'ldi. Endi siz ham agar ushbu videoni ko'rgan bo'lsangiz, bitta loyiha ustida qanaqa ishlash kerakligi haqida qisqacha bo'lsa ham tasavvur paydo bo'ldi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, pastida
komment yozishni unutmang. Bu menga yaxshigina qo'llab-quvvatlov bo'ladi.